Bu savol milliy sertifikat imtihonida bor. Ildiz ostida 10 plus 2 ildiz ostida 21 minus 10 ildiz ostida 10 minus 2 ildiz ostida 21. Quyidagi ifodani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Dastavval buning uchun nima deb o'ylab olamiz? Berilgan ifodaga qaraymiz 10 va ildiz ostida 21. Ildiz ostida 21 ni shunday ikkita sonni ko'paytmasi 10 ni xuddi shu ikkita sonni yig'indisi holatida ko'rib olamiz. Ko'paytirsa 21 qo'ysak 10 bo'ladi. Qaysi sonlar bor? 7 va 3. 70 ko'paytirsa 21, 7 ga 3 ni qo'ysa 21. Do'stlar, buni mana bu holatda ildiz ostida 7 plus ildiz ostida 3, ya'ni kattasini holatida yozib olamiz va buni umumiy kvadrati va ildiz. Ayrilgan xuddi keyingini ham 7 plus 3, buni 7 ko'paygan 3 holatida yozib olishimiz mumkin. Ildiz ostida 7 minus ildiz ostida 3. Dastlabki kattasini yozamiz, umumiy kvadrat va ildiz. Biz bilamiz kvadrat va ildizlar qisqarib ketadi. Bu yerda ildiz ostida 7 plus ildiz ostida 3 qoladi. Ayrilgan kvadrat va ildiz qisqarib ketadi. Ildiz ostida 7 minus ildiz ostida 3 qoladi. Qansdan oshiradigan bo'lsak, ildiz ostida 7 plus ildiz ostida 3, ayrilgan ildiz ostida 7 minus ildiz ostida 3 ni beradi. Ildiz ostida 7 qisqarib ketadi. Ildiz ostida 3 ni qo'shadigan bo'lsak, ildiz ostida 3 ni qo'shadigan bo'lsak,